o'zlariga zulm qilgan, nima bilan? Nafslari xohlagan gunohlarni qilgan ular. Shularga aytgin, deb Xudo taolo payg'ambarga amr qilgan. Nima deydi? La tayasu min rahmatillah. Xudoning rahmatidan umid uzmasin ular. Umid qilsin, tavba qilsin. Gunohi ko'p deb umid uzib qo'ymasin. Innalloha yaghfiru zunuba jami'an liman taba. Alloh taolo hamma gunohni kechadi, kim tavba qilsa. Shu gunohdan qaytgan bo'lsa, Alloh taolo nima qilgan? Tavba qiladi. Buncha tavba qilganlar, bandalaridan tavba qilganlarini gunohlari kechiruvchi dedi. Ana shuning uchun hamma banda ham gunohkor, payg'ambarlardan boshqa hammada ham gunoh bor. Menda gunoh yo'q deb hech kim aytmaydi. Avliyolar, mazmunlar farqi yo'q. Oddiy bilan bizning qo'yaveradi. Shunday ekan, Xudoning rahmatidan umid uzmasdan tavba qilish kerak ekanda.